Shokolad yeysan? Yegin. Tekinga. Bo'ladimi? Pulgami? Yo'q, olmaymiz. Olmaysizlarmi? Shirin, Yo'q, sizchi? olmayman. Shokolad bor. Deysizmi? Faqat Xohlasiz aylanib kelamiz parklarga borib. Ketdik. Hey, qayerga? Shokolad beraymi? Nimaga kerakmi? Yeb olasizlar-da. Qani? Ishen sizga. Hop, arzin. Keling, shu olib keting. Voy bola. Pulga emas. Shokolad beraymi sizga? Alaykum shokolad. nega? Shu bering ku deysizmi? Hop, arzin. Shen, yo'q, keling beraman. Keling, tekinga keling bu yoqqa. Keling, ismingiz nima? Ismingizni aytib kelding. Bo'p, keling bu yoqqa keling. Keling, ismingizni aytib keting, bo'lmasa hayot oyoq bo'ladi degan ma'no. Yo'q, shu bir ikkitalar o'qituvchimizga aytamiz, ko'rib ham ketadi. Menga ham deb aytadi. Men sizni aktyorligingizni bilyapman. Nimadir sen bo'layotgandir bularga. Hey, Toychoq. Shokolad yeysizmi? Yeng. Nimaga? Yo'q, pulga emas, tekinga. Oling. Men yoqqa shokolad. Arzin. Va alaykum assalom qilasiz. Sizdan keling. Shokolad kelinglar. Bekorga keling. Voy bola. Keling. Pulga emas. Keling. Hop, arzin. Yo'q, kerak. Nimaga shen? Qo'ydim bor. Bepulga. Pulga emas. Toychoq. Shokolad bering. Shen oling. Shunchaki xolos, ey bola. Voy. Nimaga? Shokolad yoqmaydimi? Agar yesam tishim olib qoladi. Ana shu yuvdim, tishim olib qoladi. Yo'q. Mana mikrofon qo'yasiz. Bu bittasi, mana bekitganim ikkinchisi. Rosam uchastkoyga telefon qildim-chi. Ha, mayli. Yani eski Nima mayli, ishga kelsa qo'yib turuvdim-chi. mayli. Aka, salom alaykum. Aka, sizimsiz. Qanunlar har xil holat ketgan, hozir o'zbekning qo'yib keldi. Bu kelajak soati uchun keyingi mavzuni, ya'ni ogohlikka chaqirish mavzusida kichkina ijtimoiy eksperiment qildim. Mana kameramiz. To'g'ri, kamera to'g'ri. Kamera qilindi.